Assalomu alaykum qadrli aziz vatandoshlar. Moskvadan O'zbekistonga jo'nab ketayotgan navbatdagi avtobusimiz kimdan kim ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlar qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar akalar, ukalar. Kimdir dokumenti yo'q bo'lsa yoki zalado koronadan qarz bo'lsa ham yordam berib olib ketamiz. Bizda yo'nalishlarimiz Krasnodar Toshkent, Krasnodar Buxoro, Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Buxoro, Moskva Toshkent, Moskva Buxoro yo'nalishi bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz mana akalarimiz keldi akalar. Getirilyapti. Bunada hamma shoferlar o'zbek. Avtobuslarimiz go'zal. Konditsionerlar ishlaydi, zaryadchi-paryadchilar bor. Valoram aka. Gapiraverasizmi, shef? Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz? Qayerdan O'zbekiston? Qayerdansiz? Xorazm. Xorazm neredansiz? Xorazmlik bachalarga nima deysiz? Avtobus durustmi? Yaxshi, aybi. Nech pul berdingiz? Yo'q, pulini endi kelishamiz. Nech pul degan avtobus narxi aka? 5,000. Avtobus sharoitlari qanaqa? Konditsioner ishlayaptimi? Yo'q, hamma sharoit yaxshi. Xudo xolasa. Vatandoshlar kelsinmi, ketsinmi aka? Kelaversin. Akalar, ukalar, mana xudo xolasa bu avtobusimizga yalangoyoq chiqib bemalol o'tirib ketasizlar. Mana akalarimiz ketyapti. Chepim, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Qashqadaryo. Qashqadaryoga bolalarga nima deysiz aka? Keling, avtobus bilan ketaylik. Yaxshimi aka? Ma'qulmi? Konkretniki. Mana akalarimiz ketyapti. Xudo xolasa hamma davorni bemalol kelib ketaverasizlar akalar, ukalar. Mana shep uxlayapti. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshi, qayerdansizlar aka? Samarqandliklarga nima deysizlar, shep? Apomesizlar akalar, YouTube'ga qo'yamiz kanalimizga. Avtobusimiz xudo xolasa ma'qulmishib. Mana akalar, ko'rishingiz mumkin, avtobus holati o'ta go'zal. Deyarli saslanadi. Konditsionerlar ishlayapti. Toshtog'a nima deysiz bu vatandoshlarga? Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Assalomu alaykum. Biz Sirdaryodan, Gulistondan. Nima deysiz? Vatandoshlarga aytaman, mana avtobus shikarniy, konditsionerlar ishlayapti uyda. Mana mazza qilib xudo xohlasa. Ana bu yengil mashinaga minayotganlarga nima deysiz, tog'a? Yengil mashinadan ko'ra avtobus yaxshimi? 100 barobar. Oyog'ingiz uyushib bo'lsa turasiz, yurasiz. Yoziladi, mana yuradi daroshkalar mana. Mana daroshkalar akalar yalang'aya bemalol yuraverasizlar. Konditsioner glavni ishlayapti mana, mazza. Kesin aka, nech pul bersa eng muhimi? 5000, 6000. 6000 pul bersiz aka. Resiv avtobus. Davlat nomerdamikan? Ha. Gap yo'q. Mana akalar. Bizning kanalimizga o'tib like, kommentariya boshlaysan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatishni davom etinglar akalar.